Yo'q, qarang, din tomonidan gapirganda bir xil paytda ayollarga kulgim keladi. Bunaqa tomondan dinni eslab qoladi-da. Yaxshi, to'xtang, yaxshi deyman. Qarang, yaxshi juda ham zo'r deyman. Dinda 4 ta olib berish gapirilgan, nimaga bu tarafida eslamayapsiz? Siz to'xtang deydi. Bu payt уже to'xtang. Shayton kirdi ichimga deydi. Уже shayton kirib oldi-da. Rashk, nega endi sizga olib berishim kerak ekan? Mendan qoniqmayapsizmi dedi. Yaxshi. Demak, seni ichingga kirgan shayton nahotki meni ayab qo'yadi, ayamaydi. Senga gapirgan paytimdagi u men emas edim. Shayton edi deya oladi. Tushuntirib bera oldimmi? Yana bitta boshiga qaytaman so'zimni. O'sha uyda yotgan erkak ham, o'zi bilan o'zi muloqot qilganda ichidan yig'laydi. Yomon qattiq yig'laydi. Bu hayotda eng og'ir narsa, meni tasavvurimda eng og'ir narsa inson o'zi bilan o'zi muloqot qilishi, ya'ni o'ziga o'zi hukm chiqarishi. Ya'ni kechqurun yotganda o'ziga hukm chiqazadi. To'xta. Ha, albatta. Prosta bizda g'urur tug'ma shakllangan. Bizga berilgan, to'la to'kis qilib berilgan. Mag'rur bo'l, g'ururli bo'l. Hozir men sizga tushuntirib beraman, shunaqangi ideallik qilib g'urur nima qilib berilgan, nima uchun berilgan. Ayol bilan tortishish yo uni kamsitish emas. G'urur bizga любой erkakni ko'ring. Urushib qolsa ham, ajrashsa ham, uyida to'polon bo'lsa ham, любой tashqi tomondan kelgan erkak ayolning unaqa ekan desa yo basharasini yorib tashlaydi, yoki o'ldirib qo'yadi, yoki bo'g'ib qo'yadi. Chunki bu uni eng nozik joyi. Urishdim-ku, ha, mana shunaqa ekanda demaydi. Mana shuning uchun bizga g'urur berilgan.